Xo'jayli Berdak ko'chasi Yakkasaroy restoranidan kirganda chap qo'limizda birinchi ko'chada joylashgan yer maydoni 6,5 sotikdan iborat bo'lgan 6 xonali plus kuchnya tozalik xonalarda bor. Joyimizning sirtqi tarafi yaxshi ko'rinishda. Kirgan yerimiz shunday bo'lib boshlanadi. Bir mashina turuv o'rni bor. Bu yog'imizda tozalik xonasi joylashgan. Banya. Sentrdan joy so'rovchilar ko'p edi. Mana sizlarga remont yog'ina ulama jumushlari yo'q. Tek olib yashasangiz bo'ldi. Bahasi 400 million so'm aytilyapti kelishimli. Payg'azi bor. Bu yog'imizda birinchi xonamiz joylashgan. Zalimiz. Video davomida budan da ulkan zalimizni ko'rsatib o'taman. 50 odamlik. Bu yog'imizda keyingi xonalarimiz joylashgan. To'qsonlik kodi bilan 703 09 51 nomerlaridan xabarlashib, to'liq ma'lumotlarni olib, savdolashib, satib olsangiz bo'ladi do'stlar. Chap qo'l yog'imizda zalimiz joylashgan. Keyin bemalol 30-40 odamni kutsangiz bo'ladi. Shunday joylar hammamizga nasib etsin, buyursin deb qolaman. Endi kuxnyamizni ko'rsatib o'taman. Kuxnyamiz shunday ko'rinishda, kotyolimiz shu yerda joylashgan. Gazimiz bor. Suv kelib turibdi, to'q yog'ining ulama problemasi yo'q. Bu yog'imizda skladimizda bor ekan. Atis tarafimizni ko'rsatib o'taman. Chiqqan yerimiz shunday ko'rinishda. Turimizda pajarniy xodimizda bor. Joyimiz unagan bo'lsa, birdan like bosib, Xo'jayli tanishlarga jiberib qo'ysangiz bo'ladi do'stlar. Videoni shu yergacha ko'rgan hammaga rahmat.